Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Hammanglarning juma kuniga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Amerika Xavfsizlik Komiteti Sharq Osiyo va Tinch okean torishxonasi mas'uli İsrail Song 16 iyul kuni Hudson institutida o'tkazilgan suhbatda so'z qilib, Xitoy ko'p yillardan beri Amerikaning muhim aslallarining keynidan yo'q chiqashdi. Agar krizis yoki urush portlab qolsa, Amerikaga ajallik tor hujumi qilib, qatnash, transport, elektr tori, uchur aloqa tori, suv ta'minlash qatorliq muhim sistemalarni palash qilib qo'yish mumkin degan. Onun bildirishicha, Xitoy yana boshqa davlatlarning ulaslar sistemalarga o'xshash holda suqinib kirgan bo'lib, yer shar xarakterlik bundaq tor mudohalasining ko'lam jihatda cho'ngligi kishini cho'chitdi degan. Chunki Xitoy uzundan buyon yangi texnika, yangi kasblarni taraqqiy qildirayotgan bo'lib, tor hujum texnikasiga alohida mablag' ajratgan. U Amerikaning yangillangan texnik jihatda Xitoyning oldida turish kerakligini ta'kidlab, mundaq degan. Biz davlat xavfsizligi nuqtasidan bu ishga qattiq diqqat qilishimiz kerak. Chunki internet, yerim etkizgich, atom va sun'iy aql texnikasi deganlar qo'shbisliq pichoqqa o'xshaydi. Texnik bizning geosiyosiy o'rnimiz va huquqimizni belgilaydi. Agar biz texnikaga hokim bo'lmasak, davlatimizning xavfsizligi xatarga uchraydi. Shunga biz Xitoyni bir yoqqa qayirib qo'yib qolmay, balki internet va yangi texnikada ustunlikni egallashimiz kerak. U so'zining oxirida Amerika va uning ittifoqdoshlarining birlashib, texnikada mutlaq oldida minib, uni insoniyatning baxti uchun ishlatish kerakligini, shundilla dunyoni Xitoydek razil kuchlarning hujumidan saqlab qoldiganligini, dunyo xalqiga tinchlik, omonlik, demokratiya va erkinlik umidi baxsh etadiganligini bildirgan. Yer sharining isib ketishiga sabab bo'lgan bulg'anishchan gaz qo'yib berish, xalqaro izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan, shundaqla dunyo klimat o'zgarish yig'inlarida ko'p ta'kidlanib kelayotgan masala bo'lib, Xitoy dunyoning ekologiyalik tangpunligini buzishda hammaning oldida mangmoqda ekan. Angliya muhofizatchi to'rining 17 iyul bergan xabarda ko'rsatilishicha, Xitoyning o'tgan 10 yilda qo'yib bergan ikki turli karbon gazi 78% oshgan bo'lib, yer sharini bulg'ashda yangi rekord yaratgan. Xabarda aytilishicha, Xitoy zavodlari ishlab chiqarayotgan nefis ekranli televizor, yerim etkizgich mahsulotlar va alyumin mahsulotlarini yasashga ishlatiladigan profluorkarbon atmosferaning isib ketishiga sabab bo'lgan gaz ekan. Massachusetts Texnologiya instituti tadqiqot gruppasi ikki turli alohida profluorkarbon va tetrafluormetanning havo qo'yib berilish ahvolini tadqiq qilgan bo'lib, har ikki gazning atmosferadagi umri 50 ming yildan 10 ming yilgacha ekan. Ular Xitoyning 9 shahridagi havoni tekshirish orqali 2011 yildan 2021 yilgacha bu shaharlarda ikki turli karbonli gazning qo'yib berilish nisbatining 78% oshganligini bayqagan. 2020 yili Xitoyda qo'yib berilgan karbonli gaz dunyoda qo'yib berilgan karbonli gaz miqdorining 64% ni egallagan. Karbon dioksid gazi yer shari parnik gazi miqdorining 76% ni egallab, iqlimning jiddiy bulg'anganligini ko'rsatgan. Xabarda aytilishicha, Xitoyning aholisi zich, zavodlar ko'p shaharlardan chiqayotgan bu karbonli gazlar yer shari atmosferasini bulg'ashda asosli sababchi bo'lmoqda ekan. Bir qism ommaviy tashkilotlar yaqinda har qaysi dengiz mahsulotlari shirkatlari va partiya sotuvchilariga xat avatib, ulardan o'zlarining ta'minlash zanjirida Uyg'urlar yoki Shimol Koreyaliklarning majburiy emgaki bor yo'qligini davomli tekshirib turayotgan yoki turmayotganligini so'ragan. Dengiz mahsulotlari manbasi nomli torbatda berilgan xabarga qaraganda, bu ommaviy tashkilotlar xatida yuqoridagi shirkatlardan ta'minlash zanjiri haqida yangi ma'lumotlarni talab qilgan. O'tgan yil 10 oyda qonunsiz dengiz harakati nomli bir mustaqil tadqiqot organi 4 yillik tekshirish natijasiga asosan doklad e'lon qilib, Shimol Amerika bozoriga kirayotgan dengiz mahsulotlarining ko'p qismini ta'minlab kelayotgan Xitoyning kam deganda 10 dengiz mahsulot shirkatining Uyg'ur majburiy emgakiga chetildiganligini oshkorlagan edi. Bu doklad natijasida dengiz mahsulotlari o'qituvchiligi a'zolari, yemeklik mulozimati kasbidagilar, jumladan Highliner yemekliklari, Albertson va Cisco marqali partiya sotuvchilar Xitoy dengiz mahsulotlari shirkatlari bilan aloqasini uzgan hamda ta'minlash zanjirining Uyg'urlar va boshqalarning majburiy emgakidan xoli bo'lishiga kafolat qildiganligi haqida va'da bergan edi. 15 iyul kuni ommaviy tashkilotlar yuqorida ism atalgan dengiz mahsulotlari shirkatlari va partiya sotuvchilarga avatgan xatlarida bu shirkatlarning ta'minlash zanjiriga qaratgan tekshirishlarning qanday ketayotganligini so'ragan va uning natijasini bilmoqchi bo'layotganligini bildirgan. Ular dengiz mahsulotlari sohasining majburiy emgakdan xoli bo'lishiga har vaqt kafolatlik qilish uchun bu sohadagi barliq taraflarning bu masalaga davomli ko'ngil bo'lishini talab qilgan. Dengiz mahsuloti manbasi tori e'lon qilgan xabarda deyilishicha, yuqoridagi xatga Uyg'ur Amerika birlashmasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakat tashkiloti, Xalqaro qulluq qarshi turish birligi,
Yer shari Əmgək Ədliyyəsi və İşçilər Hüquq Birləşməsi qatarlıq 18 ommaviy təşkilat imza qoyğan. Covid mezgilidan keyin Xitoy hökuməti sayohatchilikni jonlantirish uchun nurg'un tashviqotlarni qilgan va vizasiz sayohatni yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, chet eldan keladigan sayohatchilar ozlab ketgan. Reuters agentligining 17-iyul kuni bergan xabarda aytilishicha, ilgari chet el sayohatchilari Xitoyga vizalash uchun bir muncha rasmiyatlarni bajirishga majbur bo'lgan bo'lsa, hozir Xitoy pasport bilan sayohatga berib, 15 kun sayohat qila oladigan bo'lgan. Holbuki Italiya, Fransiya, Germaniya, Ispaniya, Polsha, Avstraliya, Yangi Zelandiya qatorliq 10 necha davlatga mushundaq sayohat ichib etilgan. Xitoyning vizasiz sayohat hamda torda pul to'lash supsini yo'l qo'yishi minglagan chet el sayohatchilarni Xitoyga jalb qilgan. Shundaqdimi Xitoyga sayohat keldiganlar Covid mezgilidan burunqi vaqtga qaraganda ko'p oz bo'lgan. Statistikalik ma'lumot qaraganda 2019-yili Xitoyga borgan sayohatchilar 49 milliondan ko'p bo'lgan bo'lsa, 2024-yili 14 million 600 ming atrofida bo'lgan. Uning ichida 8 million 500 ming odam vizasiz sayohat bilan borgan. Xabarda deyilishicha, Xitoy hozir burunqi Xitoyga o'xshamay qolgan bo'lib, geosiyosiy ziddiyat, Xitoy millatchiligining bosh ko'tarishi, chet el sayohatchilarga hujum qilish voqealarining yuz berishi, Xitoy shaharlaridagi ta'qib nazoratning kuchayib ketishi, ba'zi davlatlarning o'z fuqarolarini Xitoyga sayohatga berishdan ogohlantirish qatorliqlar Xitoyga sayohatga boradiganlarning ozlab ketishidagi sabablardan ekan. Uningdan boshqa Uyg'ur faoliyatchilari va kishilik huquq qo'g'duvchilarining irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoyga sayohatga bormaslik haqida ilib borgan ogohlantirishlarning buningda muayyan rol o'ynaganligi ma'lum. Hörmətli görürmənlər, yuqurda diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qatımlıq sanımızgacha görüşkicha aman bolğaysızlar. Stansımızın YouTube kanalına əza buluşunu unutmang. Xeyir xoş.